Assalamu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga bir yaxshi yangilikni yetkazib beracakmiz. Sababi men o'zim yashaydigan mahallada, ya'ni Bog'ot tumani Nurafshon shaharchasi Nukus mahallasida eski Talliboy masjidi bor edi. Shuni o'rnida yangidan rekonstruksiya etilib, qaytadan qurib, yangi ko'rinishdagi taxminan 500 kishilik masjid qurilish ishlari davom etib turibdi. Taxminiy yine pasport ko'rishlaringiz mumkin Talliboy masjidini qurilish pasporti, taxminiy qurilish qiymati 3,5 milliard so'mga baholanib turibdi. Xullas, 22 avgust kuni qazilqa qilgan birinchi qurilish ishlari boshlangan. Hokim Bog'ot tumani hokimi kelib ochib berganlar qurilish ishlarini shu bilan boshlanib ketdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Shundan keyin beton quyilib, balandlat beton quyildi, teylari qazilib, zo'r etib taxlanib keldi. Ayam bu taraf devorlari bitib bo'ldi. 5 metrdan balandroq bo'ladi. Qurilish ishlari avjida, xullas o'zini qurilish rejasiga nisbatan elde borayotir. Zo'r ketib turibdi. Bu yerdan boshlaymiz birinchi. Bu yerda imom xatibxonasi, yordamchi imomxonasi, undan tashqari tahoratxona, keyin 5 mahal namoz o'qiladigan xonalar ham bor. Sababi 500 kishilik bera gaz yetib kelmagan. Ham qish oylarida misol qizdirish qiyin. Shuni hisobla, bu tarafda kichkinaroq etib 5 vaqt namoz o'qiladigan xonalar ham qurilgan. Ya'ni qishda issiqqina, yozda salqingina bo'lib turadi. Postoyanli kelib o'qib ketsalar bo'ladi. Bu yerda juma kunlari, undan tashqari Ramazon oylarida kelib namoz o'qib beradilar. Qurilish ishlari yetib turibdi. Bizning elatimizning eng bosh ustasi Jo'rabek ham. Yine görüşleriniz mümkün, iş kızgın devam etib turibdi. Ortası qo'ygalar qoldi desak ham bo'ladi. Etraflar o'rladi. Ular zo'r etib, pastda ko'plik pol bo'ladi. Zamonaviy texnologiya bilan jihozlanadi. Xullas zo'r bo'lib qurilyapti. Xullas kunni xohlagan vaqtida agar bera uyingiz yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, amaliy bo'ladimi yo boshqa ko'rinishda bo'ladimi, yordamlaringiz, ehsonlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol ikkalaverasizlar. Hamma qo'lingdan kelgancha yordam etib turibdi. Bemalol siz ham o'zingizning ko'nglingizdan chiqqan ehsonni aytalishingiz mumkin. Undan tashqari ekranda ham opsioniya qismidan plastik nomerlar qoldiramiz. Bemalol siz agar chet davlatda bo'ladigan bo'lsangiz, ko'nglingizda bor ehsonni ehson qilsangiz bo'ladi. Ya'ni to'g'ri joyi chiqsa edi, bir ehsonim bor edi deb yurgan bo'lsangiz, aynan qo'rqmay tashiverasiz, xudo xolasa, to'g'ri o'zini joyiga keladi. Agar kim ehson atadigan bo'lsa, hammasi qabul bo'lsin deb qolamiz. Bu yerda ustalarımız üçün ovqat pişib turibdi. Bir mahal ovqat pişadi obed vaqti. Agar o'zingiz shunday hunaringiz bo'ladigan bo'lsa, har qanday usta bo'ladigan bo'lsa, masalan, plotnikmi, malyarchikmi, novu hunar qo'lingizdan keladigan bo'lsa, bemalol kelib amaliy ko'mak ham berishingiz mumkin. Xullas, hammangizdan iloji boricha yordam so'rab qolamiz. Bir like, bundan tashqari komment yozib, yaqinlaringizga esa tashakkur qilishlardan umiddamiz. Hammangizni kutib qolamiz, kelaverasizlar.